Qizlarjonlar, oddiygina tovuqdan men sizga uголокин tabaqasidan-da mazaliroq va sochniroq tayyorlashni o'rgataman. Buning uchun tovuqimizni olib, mana shunaqa qornidan bo'lib olamiz va alohida idishga qatu, tomat, chesnoklarni ezib solamiz va ustidan ozgincha yog', tuz, murch, zira, paprika va kashnich urug'larini ham solib, hammasini mana shunaqa sous qilib aralashtirib olamiz va mana shunaqa tovuqimizni yotqizib, baliski massaj qilib hamma joyiga souslardan surib chiqamiz. Har bitta tomonini yaxshilab surish kerak, bitta ham joyi qolib ketishi kerak emas. Massajimizni tugatib olgach, endi esa ustidan strich bilan yaxshilab o'rab, обертывание qilamiz va yarim soatga xolodilnikka tiqib qo'yamiz. Ungacha esa bor mahsulotlarimizni, sabzavotlarni, ya'ni kartoshka, qizil sabzi, piyoz, bolgarskiy, baqlajon, nima uyingizda bo'lsa hammasini olib to'g'rab, patnisga yog' bilan pripravali solib, mana shunaqa gazga tiqamiz va ustidan esa tovuqlarimizni ham terib, mana shunaqa terishimiz kerakki, чтобы tovuq bilan sabzavotlar orasi bir-biriga yaqin bo'lsin. Tovuqdan oqqan soklariga sabzavotlar sho'rvaga o'xshab mazali bo'lib pishadi. Vay, buni ko'ryapsizmi? Sochniligini qaytib uголокka borgiz ham kelmaydi. Albatta pishirib ko'ring.